Nigeram haliyam qaytmadi. Hozircha hech qanday xabar yo'q. Mana sizni mukammal eringiz. Tun bo'yi uyiga kelmadi. Ma'shuqasi bilan ko'ngil xushlik qilayotgandir. Yo'q, mumkin emas. Jiyanchang rostdan ham tun bo'yi uyga qaytmadi. Yaxshiyamki hamma uchun tayyorlangan mehmonxonamiz bor. Biz u yerga boramiz. Agar biror narsa bo'lsa, birinchi biz bilib olishimiz mumkin. Yaxshiyamki mehmonxona bor. Bunday joyda tunashni xohlamayman. Bu yerda yashab bo'lmaydi. Dada, oyi, katta aka va bobo, men uyga ketdim. Jishi tez orada ishdan qaytadi. Uni oldingizga olib kelaman, xo'pmi? Jiyanchang bu yerdan ketdi. U yolg'iz ketdimi? Shanxonim, hammasiga tayyorsiz degan umiddaman. Ehtimol oilangizni buzgan ma'shuqa shu eski uyda yashaydi. Hozir ikkita tanlovingiz bor. Birinchisi, dasturdan voz kechish. Biz hammasini shu yerda yakunlaymiz, shaxsiy hayotingizni hurmat qilgan holda. Ikkinchisi, haqiqatni ochish.